Assalomu alaykum, mana YouTube obunachilar, mana sizlarga navbatdagi uголокimizni video obzorini boshladik. Namangan Uychi tumaniga zakaz buyurtma bo'ldi. Olib kelib, mana Xudo xolasa, xonadoniga o'rnatib, chiroyli qilib joylab ketyapmiz. Razmeriga keladigan bo'lsak, 4.30 ga 2.30, 4 tadan katta pufiga, 6 ta yostig'i, 2.75 ga 96 oyali stoli bor. Xo'p, bu komplektimiz mana egalarini uyiga olib keldik. Orqada bunaqa joy bor ekan, shunga jicha zazor tashab qo'ydik. Shuning uchun bitta yarashimini ko'rasizlar o'zingizlar. Xudo xolasa baho berib qo'yasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, 5,5 million vodiy bo'lib dastavkasi ichida mana komplekt, Xudo xolasa chiroq qilib yetkazib beramiz. Dastavkalarimiz bepul. Ichiga keladigan bo'lsak, 100% sasna yog'ochda bo'lgan, rossiyskiy pampers prujina, mo'yshi material, koja emas. Artib tozalab ishlatsanglar bo'laveradi. Mana hozir ham artib tozalab berdik, chunki qora narsa baribir tezda changaygani bilinadi. MDFli xonlarni ham artib tozalab, chiroyli qilib Xudo xolasa mana o'rnatib berdik. O'zingizlar bir baho berasizlar. Fikringizni kommentariyada kutaman. Xudo xolasa murojaat qilsanglar, chiroyli qilib mana shunaqa qilib zaklat 100 ming so'm zaklat evaziga mana uyga olib kelib o'rnatib, qolgan to'lovini mana shu yerda o'zi ko'rib turib, o'zi guvohi bo'lib turib, keyin to'lovini qilaveradi. Shunaqa qilib, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh chiroyli qilib qilib beramiz. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan doimgidek Nodirbekman. Qo'llab-quvvatlayotganinglar uchun Alloh rozi bo'lsin sizlardan.